Men sizga hozir 602 litrli motorni qanaqa qilib haydab ketishni o'rgataman. Xo'p, mashinani zavod qildingiz, qizdirib oldingiz mashinani. Bu katta motor, okey, qizdirib haydashingiz kerak. Xo'p, pnevma podveskalarni ham sport rejimiga, ya'ni jostki rejimiga o'tkazib oldingiz. Undan tashqari bitta rejimlari bor, 3-4 xil. Sport rejimini tanlab oldingiz, tabloda chiqib turibdi. Undan keyin mana, okey, D ni bosib, qarang, hamma bakovoylarga qaradingiz. Bu katta mashina, tez mashina. Benzinga ham qarab qo'yasiz. Benzin tez ketadi. Mana buni qaranglar, raketa. ML63, okey? Gazini bosib haydab yuribsiz. Shundoq kelyapsiz mana. Ishingizni bitirdingiz, adrenalinni oldingiz. Shundoq kelib, mashinani o'chirib qo'ymang, okey. To'xtab, где-то 10 minut, 20 minut kerak bo'lsa kuting. Ya'ni motor sovib olsin. O'shanda sizga motor, mashina ko'proq xizmat qiladi. Sotuvda noyob ML63